barcha kesishlar, edit qilishlar caps lock ustiga bitta bosadigan bo'lsam, o'chadi va o'zimiz kerakli faylimiz mana shunday holatda. Do'stlar, bu darsimiz After Effects ga kirish bo'ladi. Bu juda ham mayda detallar bilan tushuntiriladigan darslik emas, lekin asosiy instrumentlarni, asosiy kerak bo'ladigan ma'lumotlarni berib o'taman. Darslar boshlashdan oldin, videoni boshlashdan oldin like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Do'stlar, After Effects interfeysi asosan mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Buni hozir sekin-sekin tushuntirib berishga harakat qilaman. Birinchi navbatda bu yoqda bizning eng kerakli qismlardan bittasi bu kompozitsiya bo'limi hisoblanadi. Mana shu kompozitsiya bo'limida qilgan ishlarimiz ko'rinadi. Undan keyingi qism do'stlar mana bu proyekt bo'limi hisoblanadi. Bu proyekt bo'limiga bizlar hamma ma'lumotlarni tashqaridan olib kiramiz. Ya'ni dasturga, programmaga hamma kerakli fayllarimizni, fotojlar, kadrlarimizda yoki soundlarni hammasini aynan mana shu proyekt bo'limidan olib kiramiz do'stlar. Undan keyingi qism do'stlar bu timeline bo'limi hisoblanadi. Bu timeline bo'limida asosiy ish maydonimiz desak bo'ladi. Barcha kesishlar, edit qilishlar, effektlarni nastroyka qilish, keyframelarni ulash, bular hammasi aynan mana shu timelineda bajariladi. Bularni sekin-sekin ko'rsatib boraman. Undan keyingi muhim qism bu do'stlar, instrumentlar hisoblanadi. Instrumentlar qanaqa? Masalan, kesadigan narsa bor, ulaydigan, graduslarni buradigan, yana pentollar bor, brushlar bor. Bularning barchasi aynan mana shu joyda. Mana bu 3D sfera bilan ishlaydigan yoki masalan oddiy qilib aytadigan bo'lsak 3D holatga o'tkazish uchun mana bu yoqda 3 ta instrument bor. Mana shu instrumentlar bilan ishlab boramiz do'stlar. Keyingi darslarda bularni ham tanishtirib o'taman. Agar obuna bo'lib qo'ygan bo'lsanglar yoki qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar ham keyingi videolar chiqqanda albatta sizlarga xabar boradi va bu videolarni ko'rib yana o'zingizlarning biliminglarni oshirasizlar. Va do'stlar, eng asosiy narsalardan bittasi bu bizani mana bu yoqda menular bo'limi hisoblanadi. Ya'ni mana shu dasturimizda ko'rinib turgan barcha narsa aynan mana shu menular bo'limida joylashgan. Menular bo'limida har bitta narsani bittalab o'rgatib o'tirmayman. Bular endi bizning kurslarimizda o'rgatilgan maydalab detalli elementlargacha ko'rsatilgan. Va mana bu kompozitsiyalar, mana shu kompozitsiya, masalan mana bu kompozitsiyamizda o'zi alohida bu yoqda composition degan bo'lim bor, menular bo'limi. O'sha yerdan ko'rib o'rganib chiqsanglar bo'ladi. Ko'rinib turgan panelimizdagi barcha narsa mana shu window bo'limida joylashgan. Endi do'stlar, After Effectsga qanaqa fayl tashlaymiz deydigan bo'lsak, shunchaki mana proyekt bo'limiga kelamiz. Aynan proyekt bo'limini ustiga 2 marta bosadigan bo'lsak, ochiq joyga bizga kerakli faylni topib olishimiz mumkin. Masalan, mana buni olamizda, importga bosadigan bo'lsak, bu yoqqa tushadi. Ikkinchi yo'li do'stlar, mana bu yoqdan papka ochib olgan bo'lsak, o'sha papkadan shunchaki rasm yoki video o'zimizga kerakli narsani shunchaki olamizda bu yoqqa tashlaydigan bo'lsak, albatta bu ham o'zimizda After Effects proyektimizga tushadi. Va bu yoqdan do'stlar biz o'zimizga kerakli bo'ladigan timeline ga tashlab olsak bo'ladi. Ogohlantirish chiqib qoldi. Bu caps lock yoniq deyapti. Caps lock ustiga bitta bosadigan bo'lsam, o'chadi va o'zimiz kerakli faylimiz mana shunday holatda ko'rinadi do'stlar. Mana shunday qilib foydalansak bo'ladi. Juda ham bo'lsa, mana bu qilgan ishimiz ham bularning hammasi After Effects da qilingan. Xudo xolasa sizlar ham sekin-sekin mana shunaqa darajaga chiqib, mana shunaqa elementlar, mana shunaqa motionlarni tayyorlashni o'rganasizlar do'stlar. Keyingi darslikda do'stlar keyframelar haqida qisqacha ma'lumotlar beraman. Izohlarda o'zingizlarning fikringizni yozib ketsanglar, nimani ko'proq o'rgataylik, o'sha narsani aytsanglar, shunga qarab biz darsliklarni ko'proq chiqarishga harakat qilamiz. Kimdir Illustratorga, logo brendingga qiziqadi, kimdir motion grafikaga qiziqadi, kimdir Premiere Proga, kimdir Photoshopga. Mana shu narsalarni maksimal darajada detalni yoritib berishga harakat qilamiz. O'rganmoqchi bo'lsanglar, bemalol shu obuna bo'lib qo'yib, izohlarda o'z fikringizni yozib qo'ysanglar, albatta bu narsani biz ko'ramiz. Albatta har bitta fikrda yozilgan fikrlarni ko'raman, o'qiyman va shunga qarab darslikka chiqarib borishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.